Uyingizni podrashka qilib, pulini olishga keldik. Voy, qulchilikka deng. 21-asrga qulchilikka bola bormi? Sovchilikka keldik, xo'jayin. Ha. Endi shu deng. Bizdan xo'jayinni katta pul, yo, nima? Xullas xo'jayin o'zi asli isqit bir noshkir odam. Unda rozi emasman. Yo, lekin bu yoqqa shoshilmang. Xo'jayinni hovlisi to'la marjon to'qima mebellari. Ha, 4 kishiligi ham, 6 kishiligi ham, 8 kishiligi ham bor. Orasi ham bor, jigari ham bor. Siz qanaqasidan xohlasangiz, xullas hamma marjon to'qima mebellardan xo'jayinni uylarida bor. Lekin yana bir narsani aytmoqchiman. Xo'jayin ichi olsa molga o'xshab qoladi. Xotinni ham tepkilaydi, to'g'ri kelgan odamni urib tashlaydi xo'jayin. Rozi emasman. Menga qarang, siz norozi bo'lmang. Xo'jayinni hovlilari to'la, anaqangi osma mebellar bor-ku, arg'imchoq. O'shandan to'lib ketdi xo'jayinning hovlilarida. Ha, o'shanga chiqib olib maza qilib, xo'jayin sizni uchrallar. Ha, undan keyin xolasangiz anaqa mebellar bor, bular oila bilan o'tiradigan divanlik. Ulardan ham bor xo'jayinning uylarida. Xullas, marjon to'qima mebellarning qanaqasi bo'lsa, hammasi xo'jayinning uylarida bor. Bor. Haligi shu yoshgacha nimaga uylanmaganlar? Endi shu paytgacha xo'jayinni uylanmaganlarining sababi xo'jayin asli pituxlar. Ya, o'ylay, seni endi bir oqlab bo'lmaydi.